Indoneziyadagi insoniyat birlashma to'ri nomli bir ommaviy tashkilotning a'zolaridan tashkil topgan o'nlagan o'quvchilar va yoshlar 2022 yil 7-iyul payshanba kuni Xitoyning Jakartadagi bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Beijing hukumatini Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Qattiq bexatarlik tadbirlari ostida elib berilgan namoyishda namoyishchilar axborot e'lon qilib 4 taklif berdi. Namoyishchilar har qaysi hukumatlarni Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish uchun kuch chiqarishga ilhomlantirish kerakligini ta'kidladi hamda Xitoy hukumatini diniy erkinlikka kafolat qilishga va ibodat so'rinlarini chiqish va o'zgartishni to'xtatishga chaqirdi. Yaponiya saqchi doiralari sobiq bosh ministri Shinzo Abening qurolliq suiqasdga uchrab qazo qilishida bir bexatarlik yo'chiqning borligini e'lon qildi. Shinzo Abe vazifa o'tagan mezgilda Yaponiyadagi Uyg'urlar jamiyati vakillari bilan yaxshi munosabat o'tkazish orqali Sharq Turkiston masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lgan. Tibetlarning ommaviy rahbari Dalay Lama bilan quyuq aloqani saqlab kelgan. U Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik uchrashuvlarda Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'ygan va Sharqiy Janubiy Osiyodagi zo'ravonlikni to'xtatishga chaqirgan. Dünya rahbarlari Shinzo Abening vafotiga ta'ziya bildirayotgan bir vaqtda Sharq Turkiston diasporasimi Uyg'urlarning do'sti bo'lgan bu botir rahbar haqida ta'ziya bildirdi. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining sobiq boshlig'i Abdujalil Qarqashmi bu to'g'riliq bayonot e'lon qildi. U mundaq dedi: Xitoylarning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshida nurg'un rahbarlar sukut turayotgan bir paytda u Uyg'urlar uchun gap qilgan ham kam uchraydigan rahbarlarning biri. Men Uyg'urlar bilan bir tarafda turgan, to'g'ri maydoni bilan biz tarafda turgan Shinzo Abega ta'ziya bildiraman. Uning nurg'un rahbarlarga ulgu bo'lishini umid qilaman. Barliq Yapon xalqidan ol so'rayman. Uyg'ur qizi Arfiya eri Yaponiyadagi yuqori palata saylamiga qatnashayotgan Erkin Diplomatlar partiyasining nomzodi bo'lib, u yeshi, kasbi va milliy kimligi bilan kishilarning diqqatini jalb qilmoqda. 33 yoshli Arfiya Anadolu agentligiga o'zining saylam safarbarlik faoliyatidagi nishonini so'zlab berdi. Arfiya o'zining bundan burun Yaponiya bankisi va Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 5 yil ishlaganligini bayon qildi. Arfiya o'zining Yaponiyadagi cho'ng partiyada tunji bo'lib saylam raqobatiga qatnashgan Uyg'ur ekanligini ta'kidlab, Yaponiya siyosatining ko'p xilligiga to'kib qo'shishni xohlaydiganligini bildirdi. Xitoyning Shanxay shahridagi Ruijin doktorxonasida qo'rqinchli voqea yuz berdi. Doktorxonada noma'lum bir kishi pichoq bilan 4 odamni yaralandirdi. Xabar qilinishicha, doktorxonaga kelgan saqchilar ambulatoriyaning 7-qavatida pichoq bilan ommani go'ro'ga elib olgan hujum qiluvchini etib qo'lga tushirgan. Doktorxona qamal qilingan bo'lib, barliq uchirishlar amaldan qoldirilgan. Egilishicha, Qozog'iston hukumatı Iran, Xitoy va Hindiston fuqarolariga teng taraflik holda 14 kunlik vizasiz sayohat mulozimati sunadi ekan. Egilishicha, Qozog'istonda vizasiz sayohat qiladigan davlatlar sonini 74 dan 100 ga ko'paytirish planlangan.